Assalomu alaykum obunachilar. Bugun 1-aprel 2021-yil. Mana Poloniya ko'chatlarida stakanchilarga o'tkazish boshlandi. Oldi 15-aprel, 20-apreldan zakazlar olishni boshlaymiz. Tepasiga mana ko'rayotganlaringdek tepasidan parlatadigan, suv sepadigan hamma yo'q o'zi bilan. Bugun shamol bo'layotgan uchun kilonkani olib qo'ydik. Shamol qattiq vodiyda. Mana Shantun gibrid. Bu yerga polni 40 ming 50 ming dona hozir Shantun gibrid ekilyapti. Kilonkalarni. Hozir yana hozir ko'chatlar tayyor deb sotishyapti ekan. Ko'chatlar hozir olmaylar, prosta dengi na vetr dedi, havoga pul uchiradi. Zakaz olish boshlandi. Hozir sog'lar yana bitta yangi ma'lumot. Hozir kecha bitta video ko'rib qoldik. Ko'chat ekish boshlandi deb. Hozir ko'chat ekilgan ko'chatlar mana bugun 0 gradusga tushadi. 29 mart kuni ekilgan ko'chatlarda ertaga. Shuning uchun tavsiya qilamiz, faqat 15-apreldan keyin ekinglar. Kamida 15-20 gradus bo'lganda ekish tavsiya qilinadi. 10-aprel, 15-apreldan keyin. Ungacha har qanday poloniya ko'chatini yerga o'tkazishni tavsiya qilinmaydi. Oldinda sovuqlar bor, shamol. Stakanchining razmeri 10 ga 10. Ko'rinayotgan bo'lsa 10 ga 10 razmerda ekilyapti. Bugun qattiq shamol bo'lyapti. Ovozimiz sal xiraroq eshitilsa, oldindan uzr so'raymiz. Mana ko'chatlar. Hissamiz mana bergi boshi. Shangilar tortilgan tepadan. Uzunligi 100 metrdan ortiq. Eniga 4 metr. Buyoqda poloniyalar, ozgina ko'chat qolgan. Cho'por qilib tepadan parlatish uchun 3 qator qilib bitta, ikkita, 3 tadan shlangi tortilgan. Namli yaxshi ushlash uchun. Xohlasa bu shamollar o'tib ketgandan keyin bugun kechga 2 kilonkamiz tortamiz. Mana hozir poloniya ekilish jarayonini ko'rsatamiz. 10 ga 10 razmerda. Sirindiga mana tomirni ham ko'rsatib qo'ying. Mana ingichka tomir. 3-4 sm, 3 sm tomir. Kilonkani polni ko'milib turishi kerak. Tepasi ezilishi kerak, havo kirmasligi uchun. Bunaqa tomirni qo'ygandan keyin ildizni ko'p qum tashlab qo'ymaydi. O'rtacha-da? 1.50 tushsa bo'ladi. Tepasi 1 sm. Mana. ekishimiz jicharini xarob
bo'lyapti qiyin Shamolda uchirib ketyapti. Shunda ham qilyapmiz. Tomirimiz chirib ketmasligi uchun. Ekishimiz icharida xarob bo'lyapti qiyin Shamolda uchirib ketyapti. Shunda ham qilyapmiz. Tomirimiz chirib ketmasligi uchun dorilab qo'yganmiz. Tezroq ekishimiz kerak. Nimani ham ko'rsatib qo'ying. Nimasi bilan? Qaysi buni? Mana tomirlarimiz dorilangan. Chiritmasdan tezroq ekish kerak dorilangandan keyin. Sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Mana Poloniyani mol qo'y yeydimi deganiga. Kecha Poloniyadan chovraqladik. Mana yeb g'ajib tashashibdi. Navbatdagi ko'chatlarimizni shu Xoro viloyati Kogon shahriga kelganda eksklyuzivga yukyapmiz. Xohlasa mana kesib chiroyli qilib. Pavloniyaning ishqibozlari men endi aktyorman, lekin shu Pavloniyaga juda muhabbatim bilan qoldim mana. Mana Azamjon hozirgina Marg'ilondan kirib keldi mana bizning uyimizga. Pavloniya ko'chatlarini olib keldi menga. İnşallah Xudo xolisa duo qiladi, bir chiroyli bir haqqaligi zo'r bir o'sib bersa, men o'ylaymanki Pavloniya ekmoqchi bo'lganlar, niyat qilganlar mana shu Azamjonga murojaat qilinglar. Maslahat tekin 10 teng pul olmaydi. Dastlabki olib beryapman, uyimni oldida turibman. Azamjonga murojaat uchun 93lik 642 6040 qo'ng'iroq qilasiz. Azamjon labbay deydi. Pavloniyani olib keladi. Yanishmang, O'zbekiston bo'ylab. Ha, o qoraqalpoqliklar do'stlarim, xorazmlik muxlislarim, Pavloniya ekinglar. Ha, bozorga chiqmanglar, Pavloniyani eksangiz bo'ldi. Qalay?